Assalamu alaykum. Xanisa pishiriqlar salonidagi barliq azizlar, kanalinglar yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yangi bir sonimiz yumshoq girda xonimlar. Bu girdimiz shunchalik o'zgacha, shunchalik payzi, shunchalik mos-mos yumshoq holat chiqadi. Hammalar aytib sinab chiqishinglarni umid qilaman. Endi mushu sonda bir atalg'u boshqa tilda elindi. Endi bu atalg'uni agar sizlar tushunamizsanglar, tövandagi undar nomini besib turib, ayrimxonamda yoki bo'lmasa darsxonanki uyida ismini besib turib so'rasanglar bo'ladi. Bunun ketadigan materiallar tövandagi materiallar ketadi. Undan 500 gram un, onun dekin qalsa yana halib dafidin xanımlar yana mishada 230 gram işiltimizden xanımlar cuma. Andan bu halib dafid tayyorlab bo'lgandan keyin shakar ishiltimiz, hamda shakardan 60 gram, sumaydin yana mush puraqsiz kelgan sumayimiz ishiltimiz 40 gram. Andan keyin qalsa buningga 2 dona tuxum, andan buningga azroq miqdorda tuz ishiltimizdan, azroq miqdorda tuz, andan keyin qalsa 8 gramdek xamitrush ishiltimizdan. Hamda biz mush materialni tayyorlab bo'lgandan keyin avval qilish uslubi o'timiz. Oldi bilan biz mush halib dafini bir pakiz qachchiq qo'yib olamiz. Qo'yib olgandan keyin buning ustiga shakarimizni qo'yamiz. Shakarni qo'yib oldik, shakarni qo'yib olgandan keyin xonimlar biz hamda mavu sumayimizni qo'yamiz. Sumayimizni qo'yib oldik, hamda mushkul holat bo'yicha yana mashg'ulot edib boramiz. Ondan tuzimizni qo'yamiz, ondan xamitrushimizni qo'yamiz, ondan mishada alayda eskartish, mushni qo'l chalg'ish asboblar bilan ravr usturda yaxshi aralashtirib olasizlar. Buni aralashtirib bo'lgandan keyin unimizniki o'tir qismini ozroq teshib turib, xami yo'g'rishga o'tsak bo'ladi. Yana mishada alayda eskartish, endi sizlar mushkullarni portqalniki rendilgan holatini yaxshi ko'rsanglar, qilsanglar bo'ladi. Agar yoqtirmayman desanglar, qilmasanglarmi bo'ladi. Ammo qilganga yetmaydi. Portqalni rendilgandan birini ishlatamiz. Undan keyin qalsa, buningga tuxumning eqini qo'yamiz, xonimlar. Yana buningga 2 dan tuxumning eqini qo'yib oldik. Undan keyin qalsa qolgan aralashmamizni to'kamiz. To'kib bo'lgandan keyin biz hamda mushu o'zimizningki vilklar bilan yoki qo'shiqlar bilan xami yo'rishga o'tsak bo'ladi. Hamda buni mushu usul bo'yicha xami yo'g'rish apparatinglar bo'lsa, shuning bilan mashg'ulot elib olsanglarmi bo'ladi. Qaraydigan bo'lsa, xamirimizni mana shu xil usul bo'yicha yaxshi holatda yo'g'iramiz. Ondan xonimlar shu xamirimiz qo'limizga chaplashmoqdan holat kelsa, yumshoq degandek holat kelsa bo'ladi. Endi miyada yana portqanninki rendilgan holda bir dona shiltimiz juma. Shuna bilan shunchalik payzi shunchalik bir xil o'zga chiqadi. Endi qaraydigan bo'lsa, xamirimiz mana shu xil usul bo'yicha nihoyat yaxshi holatda yo'g'rilgan bo'ladi. Endi biz buni shunda osh taxtasining ustiga elib turib, ravr usturda buni olqinimiz bilan ya'ni pishiq holatda pishirib olamiz. Buni pishirib olgandan keyin qaraydigan bo'lsa, xamirimiz nihoyat yaxshi holatda xamir holatga keladi. Undan keyin qaysi bir qachimizni maylab turib, xonimlar undan keyin Bunundan qaçımızga mush xamirimizni olamizdan elib bo'lgandan keyin buningki ustini bovshanday bilan yepib turib, issiq joyda, yana mush ustini maylab turib, bu misal qoshiq chaplashib qolgan ahvollar bo'ldi emasmi? Bovshandayda yepib turib, issiq joyda bir 40 minutdan 1 soat atrofiga tindirib yana bo'ldiramiz, xonimlar. Endi bu xamirimizni odatda